Sharxon tumani maktabgacha maktab ta'lim bo'limiga qarashli 14-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun yangi yil bayrami o'tkazilgan. Bu yangi yil bayramida bolajonlarning xursandchiligini ko'rib, bizda ham nihoyatda kayfiyatimiz ko'tarildi. Ertak qahramonlari, Qorbobo, Qorqish chiqishlari bolajonlarga bir dunyo shodlik ulashdi. Bu 3-renessansni quruvchi bu yoshlar kelajakda bundan ham bir omadli, bilimli bo'lishiga ishonaman. Yana bir bor bolajonlarim, yangi yilingiz muborak bo'lsin. Yangi oy rejali kunduz kechalar, yangilik yaratgan qo'llar bor bo'ling, yaxshilik chorlagan yillar bor bo'ling. Oyimdan ish-ishiga zavq beradi, kishiga anvorlar sizga oqib, yaxshilik qildi boqib. Mana bugun bizning 14-maktabimizda juda ham chiroyli kayfiyatda o'quvchilar maktabga keldilar, chunki bugun maktabimizda juda ham chiroyli tadbir, yangi yil tadbiri bo'lib o'tmoqda. Shu munosabat bilan biz ustozlar 14-maktab ustozlar nomidan kirib kelayotgan 2026-yil bilan barcha yurtdoshlarimizni muborakbod etamiz. Yangi yilda hammamizga ulkan zafarlar, oilaviy xotirjamlik, baxt saodat tilaymiz. Doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bor kirib kelayotgan yangi yilimiz muborak bo'lsin aziz yurtdoshlar. Bu bayram bilan barchangizni chin yurakdan tabriklayman. Doimo sog' bo'ling, o'qish va